Zayd ibn Harisa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan sahobalardandir. Zayd ibn Harisa'ki o'zlari tarbiya qilgan zotning farzandlaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror bir hayotlarida sariya jo'natmagan ekanlar, magar Zayd ibn Harisa, ya'ni bu kishining dadalarini albatta amir qilgan ekanlar. Hatto eng katta g'azotda ham, g'azotiki Rum bilan bo'lgan g'azotda ham uchta eng katta ulug' sahobalar shahid bo'lishlar. Harbiy qo'mondonlarning avvalgisi Zayd ibn Harisa edilar. Zayd ibn Harisa jo'natilingan hamma lashkarda Zayd ibn Harisa amir bo'lganlar. Mana shu kishining farzandlaridir, Usoma ibn Zayd. Qur'oni Karimda mana bu nomlari ham abadiy zikr qilinib qolgan zot ham Zayd ibn Harisadir. Falamma qada Zaydun minha, shu Zayd kalimasi zikr qilinib qoldi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, ya'ni la yanbaghi li ahadin an yubghida Usamata ba'dama sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul man kana yuhibbu Alloha va rasulahu falyuhibba Usamata. Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, birov uchun mumkin emas Usoma ibn Zaydni yomon ko'rishligi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman dedilar, kim Alloh rasulini yaxshi ko'rsa, Usomani yaxshi ko'rsin degan ekanlar. Usoma ibn Zaydni dadalari haqida, Zayd ibn Harisa haqida Ravi Ma'mar rahmatullohi alayh Zuhriydan so'radim dedilar. Faqala ma alimna ahadan aslama qabla Zayd ibn Harisa. Zayd ibn Harisadan ilgari birovning musulmon bo'lganligini bilmayman degan ekan. Zayd ibn Harisa avvalda islomni qabul qilgan kishilardan ekan. Imom Zuhriyning rivoyatlariga qaraganda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topishlaridan ilgari oxirgi hayotdagi amallari ham Usoma ibn Zaydni Zayd ibn Harisa dadalari shahid bo'lgan Rum viloyatiga amir qilib lashkar jo'natdilar. Shu vaqtda Usoma ibn Zayd 17 yashar bola edilar. Ko'p kishilar Usoma ibn Zaydni yoshligi haqida gapirishganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq buni rad qildilar. Usoma ibn Zayd 17 yashar bola Rum lashkariga Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob va ulug' sahobalar Xolid ibn al-Valid shunday katta harbiy mahoratga ega bo'lgan kishilar bor lashkarga harbiy qo'mondon qilib tayinlangan bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan tayinlangan zotdir Usoma ibn Zayd. Usoma ibn Zaydni jo'natmasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlardan keyingi birinchi ishlari Usoma ibn Zaydni lashkarini jo'natishlik bo'ldi. Shunda ham ba'zilar Usoma ibn Zayd haqida gapirganlarda, hatto Umar ibn al-Xattobdek kishi ham Usoma ibn Zaydning yoshligi haqida gapirganlarda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tayin qilgan narsani rad qilishlikni mendan talab qilyapsanmi? Itlar meni talab turgasa ham bu amalni men bekor qilmayman dedilar. Usoma ibn Zaydni jo'natishlik, buni tagida juda ko'p hikmat bor edi. Va uni Usoma ibn Zayd lashkarini ba'zilar Umar ibn Xattobni shu vaqtda jo'natmaslikda, ya'ni og'ir holatda Madina qolishligini bilan ogohlantirgan deb ham ta'bir qilishadilar. Usoma ibn Zaydni jo'natish va u kishini tayinlashlikni o'zgartirmagan holatda jo'natdilar. Bu kishi mana Al-Hibb ibn al-Hibb, ya'ni suyumlikning o'g'li suyumlik deb laqablanadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishining dadalarini ham yaxshi ko'radilar va bu kishining farzandlari Usoma ibn Zayd bu kishini ham yaxshi ko'radilar. Hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan xulafolardan keyin Usoma ibn Zaydni farzandlarini ko'rishganda ham mana u kishini hurmatlashadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishining dadasini va dadasining dadasini ham yaxshi ko'rgan kishining farzandi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam
yaxshi ko'rganliklariga ergashadilar. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Umar o'g'illariga xilofat davrida maosh tayin qilganda, 1 yillik maoshni tayin qilganlarda Usoma ibn Zaydga ko'p tayin qilgan ekanlar. Shunda Abdulloh ibn Umar buni sababini bilmasdan so'ragan ekanlarki, nima uchun mendan ko'ra Usoma ibn Zaydga bo'lgan maosh ko'proq deganlarda javob bergan ekanlarki, ey Abdulloh o'g'lim degan ekanlar. Bu kishining dadasi seni dadangdan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suyumliroq edi. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suyumliroq edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhabbatlarini o'zimning muhabbatimdan ortiq ko'rganligim uchun buni maoshini ortiq qilib qo'ydim degan ekan. Shunchalik bu kishi ulug' sahobalardandir. Alloh subhanahu va taolo darsimizni ham davom etsin. Shu darslarimizda eshitilgan gaplarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Sahobalarning fazilatlarini o'qiyapmiz, biz ham ularga ergashishligimizga Alloh taolo bizga ham tavfiq bersin. Ilmimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddallin.